Internetda mashhur bo'layotgan bitta burgerlarni Toshkentga borib ko'rib chiqamiz. Bugun biz Seul Moon'da joylashgan West burgerlarni tatib ko'rishga keldik. Ko'rib turganingiz mini roll, ko'rinishi ajoyib. Ichida noodatiy nachinka damashqiy mayonez souslari bilan yeganingizda maza qilasiz. Narxi 70 ming. Bu esa trio o'rtacha burgerlar. Bu yerda steak burger, kurinli steak burger va cheddar burger. Ichlarini ko'rib baho berishingiz mumkin. Mazasi zo'r. Narxi 70 ming. Bularning ichida menga eng yoqqani cheesesteak. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Ichidagi go'shtlari moldi bonfile joyidan. Souslari bilan erib turgan sirlari bilan juda zo'r ketar ekan. Narxi 70 ming. Va nihoyat navbat trendda aylanayotgan mitti burgerchalarga. Razmerlariga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Ta'miga kelsak, katta bilan bir xil ajoyib ta'm. Qulay tomoni 2 tishlam. Kotletlari har xil tabga qarab zakaz beraverasiz. Narxi 100 ming. Bu joy Seul Moon'da joylashgani ham sizga o'zgacha kayfiyat beradi. Ko'rinishlari va narxlari haqida fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring. Like va obuna bo'lishni unutmang.